Assalomu alaykum qizlarjon, assalomu alaykum. Sizlarning YouTube kanalida yana Azim va Nazokat. Bugungi qo'yayotgan video mavzusi nima deb qiziqayotgan bo'lsanglar, unda eshitinglar. Syurpriz, ya'ni Amerika syurprizlari. Men ham juda ham qiziqib ketdim. Buni kichkina qizchalar olganiga va ichida yutuq chiqqanlarini ko'rib, men ham qiziqib ketdim. Men ham bitta olib shuni ochib ko'ray dedim. Shunaqa haqiqatdan ham astoydil qiziqib ketdim. Ichlarim qiziqib ketdim. Shunga endi hozir sizlar bilan birgalikda ochib ko'ramiz. Qanaqa nimalar chiqishini ko'ramiz. Xo'sh. Qaysidan boshlaymiz? Ya'ni batonchiklari 3000 so'mdan ekan. Syurpriz, Amerika syurprizlari 3000 so'mdan ekan. Men juda ham qiziqdim. Sizlar ham sinab ko'ringlar omadinglarni. Hozir endi ko'ramiz. Bittasini birinchi ochib ko'ramiz. Bittasidan ochib ko'ramiz. Qarang, hozir bittasidan hech narsa chiqmadi. Mana hech narsa chiqmadi. Tez-tez ochib qolsa, nima chiqarkin deb shoshib ketganlar ham bor. Endi ikkinchisini ochib ko'ramiz. Ana ikkinchisidan hech narsa chiqmadi. Hech narsa hech vaqt chiqmadi. Bitta tilak chiqdi. Mana hozir yetkazib qo'yamiz. Abu Bakir, sen juda tez yugurasan. Katta bo'lsang, futbolist bo'lasan. Bu tilak Abdubakirga. Abdubakir senga tilak yetkazib qo'yishimizni so'rashdi. Mana futbolistdan sen juda tez yugurasan. Katta bo'lsang, futbolist bo'lasan deb yozib qo'ydi. Mana ko'rdinglar? Abdubakirga. Mana Abdubakirga tilaymiz. Endi yana bittasini ochib ko'ramiz. Bunda nima chiqarkin ko'ramiz. Bunda ham tilak, demak, bunda nima tilak chiqarkin. Biz o'zimizga buni hozir yeb ko'ramiz. Hali kech payt yeb ko'ramiz. Oyshaga tilak yozilibdi. Matematikani yaxshi o'qi. Katta bo'lsang, biznesmen bo'lasan. Oyshaxonga yozilgan. Matematikani yaxshi o'qi. Katta bo'lsang, biznesmen bo'lasan. Mana sizga tilak. Sizga yaxshi niyat yetkazib qo'yamiz. Oyshaxon degan qizga matematikada yaxshi o'qi. Katta bo'lsang, biznesmen bo'lasan deb yozgan mana. Endi oxirgisini ochamiz. Bunda nimaligini ko'ramiz hozir. Oxirgisini ochib ko'ramiz. Nima chiqishini hech kim bilmaydi. Ochib ko'ramiz. Ana. Voy, ko'rdinglar? Chiqdi. 2000 so'm pul chiqdi. Demak, biz qancha foyda topdik yoki o'zi qancha pul chiqdi, qanchaga yutdik. Demak, qarang. Bu yerda tilak ham bor ekan, men degan. Darslarimni vaqtida bajarib, katta bo'lsam, Ferrari olaman. Bu men. Ya'ni men darslarni vaqtida bajaraman, katta bo'lsam, Ferrari olaman. Ferrari. Demak, mana qarang, 2000 so'm chiqdi va bu pul haqiqiy emas, ishonmasanglar mana ishonmaganlarga ko'rsatib qo'yamiz. Shunda ochmasdan shuni qaychida ochsang bo'ladi, deganda ham topiladi. Hozir endi ochamiz. Endi to'g'risini aytaman. To'g'risi aytganda, vaflilarda uncha yutuq chiqmaydi, biskvitida yaxshi yutuq chiqadi. Mana 2000 so'm, haqiqiy 2000 so'm yutib oldim. Vaflida men juda ham qiziqib ketyapman. Endi biskvitlarini olib ko'raman va ochib yeb ko'raman. Mana hozircha menda bor, mana shu 2000 so'm sizda bor. Menda bor, mana shu 2000 so'm sizda bor. Demak, bu 2000 so'mni asrab qo'yamiz. Ya'ni keyingi olgan vaflilarimizda va biskviti bor, o'shanisidan ham olib yeb ko'ramiz. Va yanada agar hech narsa chiqmagan bo'lsa, hech ham xafa bo'lmang va tushkunlikka tushmang. Siz yanada omadingizni sinab ko'ring va yanada olib
to'xtamasdan olib o'ynab ko'ring. Baribir ham pulingiz uvol bo'lmaydi. Yeysiz, yeydigan narsa judayam mazasi yaxshi deyishadi. Men hali yeb ko'rmadim. Endi Xudo xohlasa bugun og'iz ochgandan keyin yeb ko'ramiz. Hozircha esa xayr. Sizlarning YouTube kanaldagizning munosabat edi va yana endi syurpriz batonchiklarim, Amerika batonchiklarini va biskvitlarini yeb ko'rishimni, ochib ko'rishimni kutinglar. Xo'p, hozircha yolg'on emas, mana 2000 so'm yutdim. Demak, qarang, 9000 so'm sarflab 2000 so'mim qaytib keldi. 7000 so'm. 7000 so'mi ketdi. Shu bilan nima deyish mumkin? Baribir bizga 7000 so'mga tushdi. Ana bo'lmasa. Siz ham o'ynang, omadingizni sinab ko'ring. Agar hech narsa chiqmasa, hech ham tushkunlikka tushmang. Salomat bo'ling.